İntan meydanının üzdeki şu ürünüş noktalarını kırvasanlar ütüşenler nait paydalık. Şuna paylanıp kalsan oldu. Hazır başlayalım 3. yol. Hazır başlayalım. Kaşkaşa bu intan meydanının 3. yol görünüşü şu şoförlük 3. ürünüş kıymatkan bağlamı intan meydanının üzdeki şu ürünüş noktalarını kırvasanlar ütüşenler nait paydalık. Şuna paylanıp kalsan oldu. Hazır başlayalım 3. yol. Tehlikeniz bitti mi? Bitti. Mesela başlaştım var hatalık tutkensen işlem mayda çokum aldığınız çıkan türüne kançılık bilsiniz bilginiz siz değilsiz bilemegen men dep bermekte maslaşmağımız son çıkar soraysız mı? Çataq yok mənim. Çataq yok yani ben yok hemse başladık. Deslep yani bir düşündürde başlaşına tehlikeniz bitti deyişinin aldıda siz kıldıgan iş kılıp kalsamış koltuğumun tatillik yalı çokum körüsez xod kondan doluş gerek çırağınıra hemmesi cahil oluş gerek boğandan keyin bitti desip bitkenden keyin ankızda birinci yılap başlap boğandan çırağınız jenkon resim tatilağandan keyin bunun yakın mağgip çıkada. 3. numaralıq yolga kiran. Hazır imtihan başlanısı buldu. Başlangıçta tayyorlik ko'rish. Mashinani aylanish kerak. Mashinani aylanish iski. Mashinani aylanish iski. Tekshirish muvaffaqiyatlik bo'ldi. Tekshirish muvaffaqiyatlik bo'ldi. Tekshirish muvaffaqiyatlik bo'ldi. Kom buyruq tushmaydi deman biz işe chiqqandan keyin o'zligimizdan o'tadigan keyin chiqqan buyruq. Tövəndə keçilik təklif içində məşğuliyyətli imtahanı elədi. Avazlı buyruqni anlat 5 sekund içində münasib çıraq məşğuliyyətini uzmaq. Keçidə çıraq yox mu, yaxşı olmadan yolda yürügəndə Aqın yurt çırağın. Çırağın yurt çırağını yaxdı. qatnash signal chirog'i kontrol qilinadigan yo'l ig'izida udul yurish. Cimti yo'q. Qatnash signal chiroqlari bilan kontrol qilinmaydigan yo'l eg'izidan o'tish. Pasrat yo'q. Motorli qatnash vositasi bilan uchrashganda. Ciddi aylanma, davom, ko'rik, yodlab to'g'ri yo'li yoki qatnash signal chiroqlari bilan kontrol qilinmaydigan yo'l ig'izdan o'tganda. Pasrat yo'q. Tahliliy keçilik imtihon oyoqlashdi. Barliq chiroqlarni o'chiring. O'nda qo'zg'atish. İşte bu düzgün pasa orundoq nazar tanışmasa qolar. Birinci yılap nişqilib tertipdan so'zlar. Laba və doq birinci olab. Ananda ikinci rolunu yerim qayri doq. Birinci rolqa labaladoq, ikkinchi rolqa Rol qayridoq. Üçüncüsü şu. Üçüncü olab eynik bexatar mı, bexatar emas mı qayıldoq. Yaxşı. Andikin xod qısaldoq. Çıraq yaxdoq. Solğu birləşdirgəni. İçimizdə tötli sandoq. 2, 3, 4. Çıqamadık mı? Çıqamadık. Çırağı uçurmassak Qo'zg'alish buyrug'ini anglab, 12 minut ichida avtomobilni qo'zg'amagan. çırağı 10 numara tutuldu. 10 numara tutuldu. Mashina ko'rgan keyin chiqamagan keyin çırağı uçurmassak hech nima bo'lmaydi. Uçuran depo ishtirok uchayotganligini uchun men vaqt eshib ketdim. Ma'qul mənim. Qayt yaxdım məmsə. Qayt yoqtirgan o'xshash sanaymiz. 4 sanab o'tirib qaytarib chiqamiz. 2, 3, 4, titrash altıga ekildik. Biz chiqdik. Yaxshi. Chiqib bo'lgan qilyapti ayrim ishlarni hozir chirog'ni vaqtida his qilolmayman. Mashinaga pas turish normal avval, lekin chirog'ni o'chirib turamiz. Rolni tuzildik. Endi o'tda 16 chiqarib, ikkinchi xod qısaldik. Canlıq yapıqman, pançin yapqanda texnik özünüzün ciddilik yox qoydu. Bütün maşin özünü kontrol qılıb eydatqan, oxşaş çırğı bir ağrısız özünüzə. Aldığımız neymiş var? Oңғы bұрылдаған iş var. Oңғы bұрılға iş varsa. Ақтайын айнақ келген жағда оңғы бұрылыштырғаны яқтық. Aldı taraf yol eg'izda o'ng'a burildi. Oңғы bұрылғанда da çırağı yaq bolduk, buna iş tüyді. Yani aldığımız neymiş var? Bir iş tükkenden keyin lam iş günün işine qanan dısıq bilgenizce dep birisiz. Алдымызда пиyadeler yolu var. 5 metr jiraqlıqda yengil qayğaz turmuz deseyiniz. Desdik. Çıtlı qaç var mı yok mu? Çıtlı oңsol yoğun qaydı. Oң sol küsetdim. Ma şarjıydı dolumuz kelgen vaqtida to'xtadik. To'xtagan keyin koltuğumuzda fotoğrafını chiqarib etdik. chiqardik. Fotoğrafını qo'yib etdik. Hamda sol tarafda bek-bexatar olgandan chiqimizga. Mashina tugaydi, bu tayinli qashtirmiz. To'liq chiqqandan keyin chiqsaq yana keyingi mashina to'g'ri kelib qoldi. Bexatar bo'ldi. Yaxshi. Chiqqandan keyin ham shu to'g'risini o'tib buni qarayveramiz o'ng'a. Beklar qarab ham chiqasa bo'lmaydi. Chiqqandan o'ng tarafda chetga o'tishdi. Mashina olib tip-tuz rol tip-tuz bo'lgandan keyin mayna qaynab turib desab 15 chiqqan ko'rgandan keyin chiqa olamiz. Qol elit haqida. Peki uzrak kesme
Birinci xotin musafir 50 metr yetişmeye kaldı. Hem neymiş va? Oldimizda chiroq kelgan vaqtda Aldiy taraf yo'l eg'izida o'ngga buriling. Hozir metlatma 5 Turkiya kelganda qurilmalar Asraq qayerda? o'zi bordi. Cho'ng qarisingizdan ham chiroq o'chib qolib sizni qishlab qo'ydi. agar ma'lum navbat chiroq o'chib qolsa, bu yo'lga chirib bo'lgandan keyin yana qayta yoqsak bo'lamiz. Qayta yoqsak bo'lardi. Ammo o'chib qolmadik. O'rimiz o'chib qolsa qayta yoqsak bo'lardi. Oldimiz to'solg'i var keyin. To'solg'an sari chiqib turmiz. Başka çıkıp çıkma falan. Bu toxtan candan toxtan oldu. Bir şey maşına faturasını bir kadar olan istak bulardı. Başka çıkıp çıkma falan üniversite oklasın. Keyif başka çıkam yerinde konuda çıkışsız kemaylanğan da numara alacağım. Başka çıkıp çakmarak çıkıp kadar tamam oldu. Oldimizda uchirish bor. Bu yoq Hiç kim başka çok çıkma bir şey başlayayım demez. Aldım demiş kılıç abi daha bir cüel bakın. İşte cüel yarayısız. Demiş var. yo'l Bu eg'iz. da gaza yetişiyor. Uçuruşken ama üçüncü yolun en ayıqda var. Uçuruşlardan yan toqtaş çıktı degen. Aldiy taraf yo'l eg'izida udum yuring. O'ng so'l yuksak. Yengil qog'oz turibmiz. Endidan boshlab tuz emyak. Tayyorlik oldi, chirib oldi. Yaxshi surat nechidan ma'mas? 25 dan chiqib ketdi. 25 dan 30 dan oraliqda. Ma'qul misin mayda sapman? 25 ta chiqıyor. Tuz liniya bo'yicha minish. Şurada üzmek gözümüzde yaş kesimizme qalabamiz. Gözümüzden nur yutkilib kesilib ama qayıqni esib bulamay qilsiz. Tuz liniya bo'yicha minishni oyoqlashtirish. Yaxshi. Endi oldimizda qaysi turva? Xot almashtirish. O metrden misvakan xoda almashtirdi. Manda nimish va tertibdan nimamsiz deyman. Binoda O'tirib o'zimiz saqlab kelgan qo'yamiz. vaqtimizda xot almashtirib, so'liq qaynash. Chirani boshqa qilamiz, undan keyin xoda almashtiramiz tertib bo'yicha siz ha. Aldiy taraf yo'l eg'izida so'lga buriling. Bizning yo'l keyin piyodalar yo'li 5 metr ariqaga yengil qog'oz turmiz. Yaxshi. İnşallah işe çıkandan sonra to'xtam bo'lsa qo'zg'ab chiqdim 2 oltoq. 2 oltoqqa qarlab ish kelamiz. 25 dan oshirib, xot mashg'ulotlar. Ish kelmadi ha? Ishqalim. Endi nima ish oldimizda? Oldingi mashina yondab o'tish. Chiroq yoqdim, Turkistondan. Ishonasan. Berishga o'chdi. Bexatarkin. Berishga 3 emas, tertibda menda osti normal sana. O'ngga chiroq yoqdim, kuzatdim. Sana. Berishga o'chdi. Endi bek 2 soat bor siz ya. Bir ishga 3 deganga bu üstüne toshmaydigan 2 soat siz aram bosishib qoldi hozir. Madarvazda o'zimiz kelgan vaqtda xot almashtirdik. Unga chiroq urimizda. Boshda chiroq urdik, ankan xot o'tdiniz. Aldiy taraf yo'l eg'izida o'ngga buriling. Chiroq qilgan xot almashtirishni chiqib yaxshi ko'rib qoldingiz ha? Oldimiz piyodalar yo'li var, 5 metr jiroqlikda yengil qog'oz turmiz. Aylanganchada pek keng aylanmasak bo'lmaydi acaba? Yo'l tuzildik, ma'qulman. Tuzloq mishqilmas. Xot mashg'ulot. Endi ha ishkamsa. Nima shu azar? Turkalim. Ha, necha chiqmas? 35 ga chiqib, To'la 35 hech qancha 30 ga chiqimsak chiqqan tatib qo'ysiz to'la. Ha, to'shdi bo'ldi. Editor ishga. Bitta avvalni boshlabdan uni san aytasiz. Bizda nima aytib sanasiz, men maktab rayoniga keyinchirib qolasiz buron.
Aldığımız neymiş var? Aldığımız mektep rayonu Sürat neçelik kilomez? 25'te. Qaylap bakan neçelik ekan hozir? Yozgan shunda chiroyli qilsa emniyat bormi? 25 yo'qmi? Ko'tiraman maydasi pishka. Yengil qog'oz. 25'te. Yozsangiz chiqqan amal qilamizmi? Ma'qullar. Yozimiz deymiz emniyatda shu necha to'g'risi uxlagan karimiz yo'q. Sürat tushib ketmasan, sürat tushib ketmasan, ishon xotda eng to'yin sürat 25 deb o'ylansiz, faqat mana 20 deb o'ylayapman. Ma'qul. Nima shu? O'ng'a tayyorlash bor. Aldı taraf yol eğizde onğa burulun. Burilish. Ishga olamda xush tarifdan o'qishdim. Bulan bir tushgan kun chiroq yoqda qishib kelyapti, qo'rmizda oldirmay, qarimiz o'ng'ilishdan vaziyat chiqdi. O'ng so'lni kuzatdik. Yerdan qalam chiqmay, ma qiypas mana yontuv chiqsangiz yaxshiroq. Ma yon to'solmay to'xtam bo'lsangiz kaza. Chiqma. Bexatarmikan? Bexatarkin. Hozir o'chirmas. O'tir yo'lga chiqdik. Tuzildik. Suratni oshirib, ikkinchi xotga soldik. Necha chiqargan suratdan keyin ashrab. 15. Mana bitta mashina o'zini. Endi shuni nima qilamiz? Chaqarib İkinci turma. xotga solamiz. Aldı tarafta yol özgertti. Chiroq yo'qma bo'lsa. Bir ishni o'tlab qilamiz shundaymi? Necha kun qilaveramiz. Ishni o'tlab qilib, mayo chiqib chiqib asabni bo'ldi. Biz to'xtab chiqqan ekan. Mesela tutanızda chaqarib olsam vaqt o'tib ketib qolsa, ma kim ishlar ta'sir etib qoldi. Şeyda ishga qo'yamda bo'ldimi? Olamiz. Aldınız nima var? Ayrilish bor. Ha, Muvaffaq o'rinni tanlab mashinani qaydirib. chiqing ha. Rulni o'zroq qayirdik. Bexatarkin, yengil qog'oz turmiz. Turib, hozir o'chirmas. O'tir yo'lga. Aldığımız nima turibmi yerda? Turmiz. Ichki turmiz. Endi shurush var. Unda pishvashdan kelamiz. Yana ayirishga. Endi nima var? Ishki o'tadi ham bo'ldi. Shurush var. Solga qarab mang'ash turadi. Uçurshish. Tormozlar bostirlar. Uçurshish oyoqlashdi. Suratni oshirib, ikkinchi xotga o'tamiz. Uchinchi xotga. Ya. Bunlarımız qaysi turi var? Mashinani yanda to'xtatdim. Yana to'xtash, o'ngdan chirg'ini yoqdik. Xotni ikkiga tushirdik. O'ng so'lni kuzatdik. Bexatarkin. Burası chiqib qo'ydik. Yuk ajini qarqilib, o'n sol ko'zini bo'lsa, qisib turib, kaltasini bek yaxshi ko'raman. Matafda yutib ketsak, ko'zni murtsalar ajma, keltirsak foydasi yo'q. Chiroq o'chib birinchi o'lab, ha. Chiroqqa diqqat qiling. Chiroqni yoqdik. Ha. 1 2 3 4 5. Qo'ltirimizni Avtomobildan tushganda so'l va keyingi tarafdan kelgan o'qiyotdik. Bexatarlik tasmasini tatdik. Ishga yopilmasa, ko'zni murtsalar. Avtomobilni qo'zg'amagan. 10 numara tutildi. Natijamiz layoqlik bo'ldi. İmtihan markaziga berib, natijangizni bostirib chiqing. Biz imtihon bo'lib qolgan bo'lsam, shunday. Nimasini bo'ladi? 100 numaradan kinolayapti emasku. Ha. Chiroq qo'yganimiz mashina chiroq o'chiribmiz. Müşteri bir uşaq yani diqqat qilmasa qolib qo'yaveramiz bu tushuntir so'zlar axtar. Mesela bu da texnik yollanma yo'nal etadi. Ma'qul ma'lum. Davomli shofirlik maktabda o'qiydigan imtihon bolalar qilasan mana o'xshash maydon o'zida o'rganishlar o'xshash mashina imtihon davomli qila qilasan.